Maktab o'qiganda ish chiqqandan İşleyesingmi? Mana do'stlar, kichkina. Qancha yosh edim? 11 yoshli bola ro'zg'or boqar ekan. Maktabga ham keta olmay, maktab o'qishga imkoniyati yo'q, ro'zg'or juda ham nochor. 11 yoshli bola. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yari TV'ni ko'radigan muxlislar. Mana bugun biz nochor g'arib oilaga, ya'ni shu uyga chaqirib keldik. Uyga bormadik, bularni chaqirib olib keldik. Shu onaxon o'zlari uyalganligi sabab mana ikkita o'g'li bu yerda o'tkazib qo'ydik. Mana shulardan so'raymiz. Bularning otasi 1 yildan beri xabar daragi yo'q ekan, tashlab ketgan ekan. Shu nochor oila, 9 kishi ekan oilada, 9 kishi do'stlar. Mana shu oilaga mana farzandlarini qo'yib, onaxon o'zlari uyaldilar ko'rinishga. O'shaning uchun mana ikkita farzandini qo'yib mana shu yordamlarni beramiz. Mana O'zbekistondan Farruh degan akamiz yubordi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu g'arib oilalar uchun. Mana shu zotlara xarijdan sana yubordi, ho? Sen nima mushkulotlaring bor? Uylaringizda nima bor, nima yo'q? Otang neydi? Atam Turkiyada. Havara yo'q. Hiç pul iyi veren yok mu sizlere? Kim kömekleşiyor? Çakaçı bir kömek verdi mi ya veren yok mu hiç kim? Hiç kim veren yok. Kança doğan sizler? 8 ha? 8 doğan. 9 mana do'sa. 8 da aka uka opa singil ekan. Bitta onaxon bilan 9 kishi ekan. Eri ham yo'q. Shu Turkiyaga ketaman deb ketganligi 1 yildan beri xabar darak yo'q ekan. Juda ham nochor. Mana 9 kishi nonxo'r do'stlar bir oilada. Mana eng katta bolasi mana shu bo'ladi. Sendan katta boshqa bormi yo'qmi? Eng katta o'g'li shular ekan. Boshqa bundan ikkita katta qiz opasi bor ekan, qiz. Mana do'stlar, shunaqa nochor oilalarga xorijdan akalarimiz yubordi. Alloh rozi bo'lsin. Mana hamma ro'zg'orga kerakli narsalarni olib berdik. Shu inshaalloh 1 oy, 1,5 oyga yetadi bularga. Mana do'stlar, boshqa ham yordam qilmoqchi bo'lsa, mana ekranda WhatsApp nomerlarimiz, Telegram, mana bizga aloqaga chiqish uchun mana shunaqa g'arib oilalarga mana 1 oyga yetadigan qilib ro'zg'orlikni tutib berdik. Bular 9 kishi ekan, onaxon bilan 9 kishi. Otasi shu Turkiyaga, Eronga ketaman deb ketganligi 1 yildan beri xabar darak yo'q ekan. Bularga hech kim yordam bermas ekan. Mana o'zlari aytayapti, eng katta o'g'illari shu bo'lar ekan. 9 kishi bir oilada, eng katta o'g'illar shu. Bundan katta ikkita qiz farzandi bor ekan. Katta o'g'illari esa mana shu ishlaydigan. Do'stlar, juda ham nochor oila ekan. Akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin, Farruh akamizdan. Inshaalloh mana shularni mana nimasiga ehtiyojiga 1 oy, 1,5 oy inshaalloh ro'zg'orga yetadi bularni. Inshaalloh. Mana shularning haqqini bir 10 minut shu xarijdagi yuran akalarimizdan inshaalloh bundan ham ko'p bo'lsin, ivaralari, zakatlari qabul bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana do'stlar, nimasini yetkazdik. Mana nochor oila ekan. Hozir onaxon bilan mana shu 3 ta farzandi kelgan, bitta qiz farzandi bor ekan yonida. Uni o'tkazmadik. Mana 2 ta farzandini mana qo'yib, mana shu yordamlarni shularga topshirdik. Inshaalloh akalarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin, ehson sevar akalarimizdan. Mingdan ming rahmat. Mana juda ham nochor do'stlar, juda ham nochor oila. Qabul etib oldingmi? Mana do'stlar, ro'zg'orga yetadigan hamma narsa bor. O'zing maktab boryapsizmi, mulla g'ayr o'qiysan? Maktab o'qiganda ish chiqqandan İşleyesingmi? Mana do'stlar, kichkina. Qancha yosh edim? 11 yoshli bola ro'zg'or boqar ekan. Maktabga ham keta olmay, maktab o'qishga imkoniyati yo'q, ro'zg'or juda ham nochor. 11 yoshli bola mana shu o'tgan yildan beri otasi yo'q. Mana shu ish sababli uchun maktabga bora olmas ekan do'stlar. 11 yoshli bola mana ishlar ekan, ro'zg'or boqar ekan 11 yoshli bola. Mana shunaqa nochor oilalar juda ham ko'p. Do'stlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa ehson yuborgan do'stlarimizdan, akalarimizdan mingdan ming Alloh rozi bo'lsin. Mana ehsonni o'z egalariga yetkazdik do'stlar.